Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchliklar, jonlaringiz sog'mi? Bugun mana Buxoro, Peshku, Navoiy Quruq bozoriga kelganmiz. 8-fevral 2026-yil Qo'shko'cha tomonda mana oxirlar bor. Oxirlar narxini, nimalar narxini g'altak xullas mana shu ko'cha tomonda bor narsalar narxlarini hammasini obzorini qilamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying akalar. O'ylayman, like bosib, kommentariy yozib qo'yib turasizlar. 8-fevral 2026-yil akalar. G'altaklarni, oxirlarni xullas barchasini obzori bo'ladi. Pechkalarni. Assalomu alaykum, mamaka, yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshim. Oxirlar nech puldan bo'ldi? 350 ming so'm. 350 ming so'mdan. Mana shu 350 ha. 350 ming so'm. Bular nech puldan? 60 ming so'm. Bu oxirlar nech puldan? 350 ming so'm shu 350 ming so'm shu turishi. Mana. Pechkani qancha deyapsiz aka? Pechka 1 million so'm vodiy pechka. Vodiy pechka 1 million so'm. G'altaklar ham sizdanmi? G'altaklar ham sizdan. G'altaklarni qanchadan deyapsiz? 500 dan boshlanadi aka 800 minggacha bor. 500 dan boshlanadi 800 ming so'mgacha bor g'altaklar. Buni qancha deyapsiz? Bu yo'qmi? Bularga telefon nomer qoldiramizmi aka? Ayting. 99lik 104 3558 kimga qiziq bo'lsa mana bemalol murojaat qilaversa, oxirlar mana pechka g'altak bemalol kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaversa, Peshku Navoiy Quruq bozorida turibdi hozir. Mayli aka, savdoingiz bersin. Assalomu alaykum, bular kimdan ekan? Kimdan ekan bular? Assalomu alaykum. Qanchadan deyapsiz? 350 ming so'm. Mana shudir. 135 uzunlik 350 ming so'm. 400 ming so'm. 400 ming so'm 260 uzunligi. Aka bu qancha bu? O't kesadigan. 500 ming so'm o't kesadigan mana. G'altaklarni qanchadan deyapsiz? Ma'lumotga yo'qsiz. 750 ming so'm tachkalar. 750 ming so'm tachkalar. Xo'sh, drabilkalarimiz bor aka. Drabilkalar nech puldan? Alyumin motorlarimiz bor aka, 1 million 800 ming so'm, 1 million 800 ming so'm, 3,5 kilovat alyumin motor. Mana. Mana bu mana kesadigan tishlari. O'z akamizdan to'liq ma'lumot olamiz, savdo qilyaptilar. Ana shu yoqdan mayli. Ayting. Drabilka misliklar 6,5 kilovat. Misliklar 6,5 kilovat 3,5 mingga bor. 3,5 mingga bor. Qancha? 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Maxavegligi chiqadi mana bunday chinlar. Maxavegligi 2 million 600 ming so'm qilib beramiz. 2 million 600 ming so'm qilib beramiz yo'qlar mana. Mana bular maxaveglik. Mislik. Mislik. Alyuminligi 2 million 300 ming so'm chiqadi maxavegligi. Alyuminligi, maxavegligi 2 million 300 ming so'm chiqadi. Bizning o'zimizning Instagram kanalimiz bor, Eko Buxoro. Eko Buxoro. Do'konlarga yana skidkalarimiz bor. Mana Eko Buxoroga obuna bo'lganlarga yana skidkamiz bor. Bu oxiri qancha deyapsiz? 300 ming so'm. 300 ming so'm. Mana telefon nomeri ayting. 99lik 589 26 25 50 bilan 573 95 91. Aloqaga chiqasizlar. Dastavkalar kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beramiz deyaptilar akamiz. Halim Atoyev yozsa chiqadi. Halim Atoyev yozsa chiqadi. Assalomu alaykum. Kimdan ekan bu? Mana shu yoqdan. 500 ming so'mda o'tirganlar deyman buni. U yoqda ham odam, u chetda. Bu yoqda hech narsa yo'qmi? Oxirlar kimdan ekan katta oxirlar? Oxirlar kimdan ekan? Assalomu alaykum. 220 ming so'm metr ekan. Oxirlar kimdan ekan oxirlar? Oxirlar aytilmadi mayli. Oxirlar sizdanmi aka? Qanchadan deyapsiz bularni? Metr 220 ming. Metri 220 ming so'm, unisi ham bunisi ham ha. 220 ming so'm metri. Oxirlar, katta oxirlar, mol oxirlar. Metri 220 ming so'mdan. Aka, bularni metrini qanchadan deyapsiz? Qanchadan bular? Bular kattasi, donasi. Kattasi donasi qo'sh 400 ming so'm, kichigi 300 ming. 400 ming so'm, kichigi 300 ming so'm. Mana buni qancha deyapsiz? Savoni bitadigan 350 ming so'm. 350 ming so'm savoni bitadigan mana. Rahmat aka.
Drabilkalar kimdan ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Drabilkalar kimdan ekan? Drabilkalarimizdan xavf so'raymiz o'zi. Nechi puldan ekan bu? Shu bilan videomizni tugatamiz. Yo'lni bo'yida o'zi oxirlar nimalar kam ekan. O'ylaymanki like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, xudo turasizlar. Yana yo'lni bo'yida nima bo'lsa barchasini obzorni qilamiz akalar. Hammaga rahmat.